$120 ming dollarga 2 etajli 2 sotuvga tushgan kottej obzorini qilib beraman. Qaranglar, вообще cho'tki. Угловойda joylashgan. Kottejning garadok. Hozir ichiga kiramiz, ko'rsataman birma-bir. Qaranglar, kirganimizda bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda kichkina ziloniy zona, hovli uchun sanuzi. Yonida shunda letniy kuxnya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana uy ichiga kiramiz, kirganimizda mana hol ko'rishingiz mumkin. Chap tarafimizda mana oshxona bo'ladi. Qarang, xonalar katta-katta, patologlar baland. Xo'p, shu pulni ichida okaminglar patkiluvchi qilib beramiz deyishyapti. Mana bu mehmonxonasi. Общий birinchi etajda ikkita xona, oshxona, общий sanuzel bor-da. Mana bu sanuzel ko'rishingiz mumkin. Yana ham ikkinchi xonasi. Bu yerda ota-ona uchun spayna qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar, bu yerda podvalga tushib ketiladi. Podvalda ham 3 ta xonasi bor, жилой. Ikkinchi etajda 4 ta xona bor. Mana bu yerda общий sanuzel, yana ham birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Вообще katta qaranglar, bu yerda ham sanuzelga joy qoldirilgan. Mana bunisi ikkinchi xona. Qaranglar, xonalarni вообще katta zo'r. Yana ham ikkita xona bor. Neski qo'ysanglar bo'ladi. Mana 3-xonasi, yana bitta 4-xona. Qaranglar, вообще zo'r ekan. Ushbu xonadonimizda Nazarbek Ramadan mahallasida joylashgan. Svet, suv, gazdan muammo yo'q, kanalizatsiya o'tmagan. Okamga shu joy uchun cho'tki pul ishlatib qo'yishgan ekan. Kimga shu joy ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi barcha ma'lumotlarni qoldiraman.